Salom yoshlar. Keling, volontyorlik haqida gaplashamiz. Volontyor o'zi kim? Volontyor o'zini imkoniyatidan kelib chiqqan tarzda, bo'sh vaqtidan kelib chiqqan tarzda biron bir narsaga yoki biron bir insonga yaxshilik qilgan har bir kishidir. Uni o'zini qadriyatlari mavjud. Bu qadriyatlarni va bizga mos xislatlarni biz mana shu 5 ta, ya'ni ochiq panja, ochiq kaft, ochiq qalb mazmunini anglatuvchi rasmda ko'rishimiz mumkin. 2019-yil 2-dekabr kuni volontyorlik faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilingan va unga ko'ra har birimiz volontyorlar qonun himoyasida o'zimizni majburiyat va imkoniyatlarimizga egamiz. Qonun bilan mas'ul davlat organi etib 2023-yilda Yoshlar ishlari agentligi belgilangan va aynan mana shu paytdan boshlab volontyorlarni yanada tizimli qo'llab-quvvatlash ishlari oldinga surilgan. Natijada biz respublika miqyosida 70 ga yaqin moliyalashtirilgan volontyorlik loyihalarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerdagi binoyimiz, ya'ni xonamiz O'zbekiston volontyorlarini bir uyi desak bo'ladi. O'zbekiston volontyorlar assotsiatsiyasining respublika ofisidamiz. Bu yerga kirgan har bir inson tabassum ila kirib, mehr bilan chiqib ketadi. Va mana shu narsani biz har bir xonadonga ulashmoqchimiz. Chunki yaxshilik qilish, tabassum ulashish o'ta muhim narsa va uni har kuni qilish kerak. Va albatta barcha volontyorlik tashabbuslari insonga bog'liq bo'ladi, ya'ni sizga bog'liq bo'ladi. Volontyorlik loyihalarini amalga oshirish uchun aslida tashabbus ko'rsatsangiz bas. U yerdagi mas'ul xodimlar sizga yordam beradi. Volontyorlik faoliyati bilan 18 yoshdan istisno tarzida 16 yoshdan shug'ullanish mumkin ota-onaning roziligi ila. Volontyorlik o'zi nima uchun kerak degan savolga juda ko'p tutashamiz va barchaga javob beradigan javobimiz oson. O'zingizni, hayotingizni mazmuni yanada ham boy bo'lishi uchun. O'zbekistonda men ularni jaydari volontyorlar deyman, chunki ular qandaydir grant yoki moliyaviy ko'mak ila emas, balki yonib turgan yuraklar ila ochilgan erkin volontyorlik guruhlari mavjud. Va O'zbekistonda ularning soni 250 dan oshadi. Mana bu guldastaga e'tiboringizni qaratsangiz, bu gullarning orasida mana bunday gulcha bor, lekin aslida bu gul emas. Aslida bu muddatdan oldin tug'ilgan chaqaloqlarni qo'liga beriladigan o'yinchoq. 28 ilgak qiladigan katta ishini kichkina parchasi mana shunday o'yinchoqni ularning qo'llariga berishadi. Bu o'yinchoq aslida onalarning kindigini, vazifasini bajaradigan va chaqaloqlarda mayda motorikani yanada yaxshi ishlashiga yordam beradigan men uchun bir mo'jizali sovg'a. Ularning orasidan yana birini namuna sifatida ko'rsatmoqchiman. Misol uchun UzAlert volontyorlari. Bu volontyorlar yo'qolgan insonlarni qidirishda yordam beradilar. Har biri turli yo'nalishdagi kasb egalari bo'lsa-da, odam yo'qolgan paytda ular qidiruvchi volontyorlarga aylanadi. Bu yerda biz favqulodda vaziyatlar vazirligi haqida aytib o'tishimiz kerak, chunki ularning yordamisiz va umuman davlat organi, davlat tashkilotini ishtirokisiz volontyorlik amaliyotini tizimli olib borish qiyin bo'ladi. Ammo bizning baxtimizga bugungi kundagi vazirlik idoralar hamkorlikka ochiq. Va ishoning, men hali yoshman, hali kichkinaman degan g'oyalarni chetga suradigan vaqt keldi. Chunki aynan siz muayyan muammoni yechimiga aylanishingiz mumkin. Qachon? Tashabbus va takliflarni berishni boshlaganingizda va ijrosida ham albatta o'zingiz ishtirok etganingizda.